Assalomu alaykum. O'roqsimon hujayralar kasalligi, ya'ni o'roqsimon, yarimoysimon shaklga kirgan eritrotsitlar hosil bo'lishi bilan boruvchi eritrotsitlar destruksiyasiga olib keluvchi anemiya turi bu o'roqsimon anemiyadir. O'roqsimon anemiya autosomal resessiv tipda kelib chiquvchi kasallik bo'lib, bunda gemoglobin sinteziga javobgar gen mutatsiyaga uchraydi. Natijada anormal shakldagi gemoglobin S hosil bo'ladi. Kasallik yuzaga chiqishi uchun genning ikki nusxasida ham mutatsiya bo'lishi kerak. Agar odamda mutatsion gendan faqat bitta bo'lib, ikkinchi gen sog'lom gemoglobin A sintezlasa, bunday odamlar tashuvchi hisoblanadi. O'roqsimon anemiya odatiy hollarda sog'liq bilan bog'liq muammolar chaqirmaydi. Ammo ekstremal holatlarda, masalan, yuqori balandlikda, suvsizlanishlarda o'roqsimon anemiyaga xos simptomlar yuzaga chiqa boshlaydi. Agar o'roqsimon anemiya kasalligi bor odamlar atsidoz, gipoksiya yoki suvsizlanish kabi holatlarga tushganda, mutatsion gemoglobin S o'z shaklini o'zgartiradi va boshqa gemoglobin S oqsillari bilan to'planib, uzun zanjir hosil qiladi. Bundan eritrotsitning ham shakli o'zgarib, bug'doy o'rishga mo'ljallangan o'roq shakliga kiradi. Bunday shaklda bo'lish eritrotsitni ikki holatiga olib keladi. Ulardan birinchisi vazoklyuziya, ikkinchisi gemoliz. Gemoliz intravaskulyar, ya'ni bunday eritrotsitlar yetilmasdan turib tomir ichida nobud bo'lishi yoki ekstravaskulyar, ya'ni taloq va jigar makrofaglari tomonidan yutilishi mumkin. Gemolizning ikki turi ham bir vaqtda bir-biridan mustaqil tarzda sodir bo'ladi. Intravaskulyar gemolizda gemoglobin va laktat dehidrogenaza to'g'ridan-to'g'ri plazmaga chiqadi. Gemoglobin gaptoglobin oqsili bilan birikadi. Bog'lanmagan bilirubin hosil qiladi. Ekstravaskulyar gemolizda eritrotsitlar makrofaglar tomonidan yo'q qilinadi. Shuning uchun gemoglobin va laktat dehidrogenaza makrofag ichida saqlanib qoladi. Vaqt o'tib ortiqcha hosil bo'lgan bog'lanmagan bilirubin sklera sarg'ayishiga, sariqlik va o'tda tosh paydo bo'lishiga olib keladi. Gemoliz natijasida kelib chiqqan anemiyani kompensatsiyalash uchun suyak ko'migi retikulyotitlarni ko'plab hosil qiladi. Suyak ko'migida metabolizm kuchayishi bosh suyagining medulyar bo'shliqlarining kengayishiga olib keladi. Natijada yanoq suyagi va bosh suyaklari kattalashib, bosh suyagi rentgenogrammasida sochsimon ko'rinishni beradi. Suyak ko'migidan tashqari ekstramedulyar tipda, ya'ni jigarda ham gematopoyez jarayoni boshlanadi. Bu esa gepatomegaliyaga olib keladi. Vazoklyuziyada o'roqsimon eritrotsitlar kapillyar devoriga yopishib qolishiga va to'qimalar ishemiyasi va og'riqlarga olib keladi. Bu holatni o'roqsimon hujayralar krizi yoki vazoklyuziv kriz deb atashadi. Ushbu krizda og'riq to'satdan boshlanadi, bir necha soatdan bir necha kungacha davom etib, chidab bo'lmas darajaga yetadi. Vazoklyuziv holat tananing istalgan joyida yuz berishi mumkin, lekin u ko'pincha birinchi bor sodir bo'lgan joyda qaytariladi. Tananing qaysi qismida borishiga ko'ra bir necha xillari bor. Qo'l va oyoq suyaklarida kriz daktilitni keltirib chiqaradi. Bunda qo'l va oyoq barmoqlarida shishlar va og'riqlar yuzaga keladi. Agar son suyagida yuz bersa, avaskulyar nekrozga olib keladi. Agarda u erkak jinsiy a'zosida borsa, priapizm deb atalib, og'riqli va uzoq davom etuvchi ereksiyaga sabab bo'ladi. Shuningdek, miya tomirlariga ta'sir qilib insultga, ruhiy holat o'zgarishiga, moya-moya kasalligiga olib keladi. Moya-moya kasalligi tiqilib qolgan arteriyalarni aylanib o'tish uchun rivojlanayotgan kollateral qon tomirlarining rentgenogrammada sigareta tutuni deb nomlanuvchi holatda ko'rinishi bilan bog'liq. Agar vazoklyuziya buyrakda bo'lsa, buyrak nekrozi bilan bog'liq gematuriya yoki proteinuriyaga sabab bo'ladi.
Agar o'pkada vazoklyuziya bo'lsa, o'tkir ko'krak sindromiga olib keladi. Bunda ko'krak og'rig'i, nafas qisishi va yo'tal kuzatiladi. O'pkadagi o'zgarishlar oqibatida organizmning kislorod ta'minoti yanada yomonlashadi. Bu holatda kasallikning kechish jarayoni aylanuvchi xavfli girdob holatiga o'tadi. Eritrotsitlar taloq yo'llarini ham to'sib qo'yishi mumkin. Bu esa taloq infarktiga olib keladi. Yoki eritrotsitlar taloqqa boruvchi arteriyalarni to'smasdan katta miqdorda uning ichida butun qon tarkibi bilan to'planib qolishi mumkin. Natijada taloq kattalashadi. Bu taloq sekvestratsiyasi deb ataladi. Ushbu holatning sabablari aniq emas, lekin bu jarayonning boshlanishidan bir necha soat o'tib gemoglobin miqdori tez kamayadi va bu gipovolemik shokka olib keladi. Kasallikning surunkali tipida o'sish va rivojlanishdan kechikish, o'rganish va xulq-atvor bilan bog'liq muammolar, o'pka gipertenziyasi, surunkali buyrak kasalligi va diametri 1 sm-gacha kamayib ketadigan autosplenektomiyaga olib keluvchi taloqning chandiq va fibrozlanishi kabi og'ir asoratlarga olib keladi. Funksional jihatdan taloqqa ega bo'lmagan bemorlarda Streptococcus pneumoniya, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis va salmonellaning bir qancha turlari kabi qobiqli bakteriyalarga sezgirlik ortadi. Ushbu o'tkir va surunkali asoratlarni hisobga olgan holda urug'simon anemiyani imkon qadar erta tashxislash kerak. Bunda gemoglobin geni mutatsiyasini aniqlash uchun prenatal test o'tkaziladi. Odatda homila DNK namunasini yo'ldosh varsinkalari biopsiyasi yoki amniosentez usulida olish mumkin. Yo'ldosh varsinkalar namunasini olish bu yo'ldoshning kichik namunasini olish uchun igna yoki kateterdan foydalanib, yo'ldoshdagi fetal hujayralarda genetik tahlil o'tkazishdan iborat. Amniosentez usulida amnion suyuqligidagi erkin homila hujayralarini igna orqali olib, namuna o'tkazishdan iborat. Yo'ldosh varsinkalari namunasini olish homiladorlikning 10-14 haftalarida amalga oshiriladi. Amniosentez esa faqat 15-haftadan keyin amalga oshirilishi mumkin. Yo'ldosh varsinkalari namunasi amniosentezga qaraganda diagnostik aniqligi kamroq, abort xavfi yuqori va qo'l-oyoqlar nuqsonlariga olib kelishi mumkin. Ba'zi holatlarda urug'simon anemiyani yangi tug'ilgan chaqaloqlarda gemoglobin elektroforezi orqali tekshirish mumkin. Elektroforez geli gemoglobinning turlarini ularning geldan qanchalik tezlikda harakatlanishiga ko'ra ajratib beradi. Bunda gelda hosil bo'lgan har bir tasma alohida gemoglobinni bildiradi. Sog'lom tug'ilgan chaqaloqda gemoglobin elektroforezi gemoglobin F ning intensiv chizig'ini va ochroq rangda kattalar gemoglobini, ya'ni gemoglobin A ni ko'rsatadi. Urug'simon anemiya bilan tug'ilgan chaqaloqda esa xuddi sog'lom chaqaloqdagidek gemoglobin F va gemoglobin A ning o'rniga gemoglobin S ko'rinadi. Tashuvchi bo'lib tug'ilgan chaqaloqda gemoglobin F, shuningdek gemoglobin A va gemoglobin S lar bir vaqtning o'zida ko'rinadi. Agarda yangi tug'ilgan chaqaloqda skrining tekshiruvi o'tkazilmasa, tashxis qachonki urug'simon hujayralar krizi paytida qo'yiladi. Bunda laboratoriyada normositar anemiya aniqlanadi, ya'ni o'rtacha korpuskulyar hajmi yoki MCV qiymati 80 dan 100 gacha bo'lgan eritrotsitlar ko'rinadi. Retikulyositlar ishlab chiqarish 2% dan ortib ketadi. Intravaskulyar va ekstravaskulyar gemoliz kombinatsiyasi sabab plazmada laktat dehidrogenaza miqdori ortadi. Gaptoglobin kamayadi. Erkin gemoglobin va ba'zan bog'lanmagan bilirubin miqdori ortadi. Periferik qon surtmasida urug'simon hujayralar ko'rinadi. Agar odamda taloq yo'q bo'lsa yoki u funksional jihatdan ishlamayotgan bo'lsa, surtmada eritrotsitlarda bazofil yadro qoldiqlari bo'lgan Hovel-Jolly tanachalari ko'rinadi. Ular odatda ko'rinmasligi kerak edi. Chunki sog'lom odamda taloq bir zumda anormal eritrotsitlarni filtrlab, ularni yo'q qilib yuboradi.
Demak, yakuniy diagnoz uchun gemoglobin elektroforezi talab qilinar ekan. Bunda biz sog'lom odamda gemoglobin A hoshiyasini ko'ramiz. Agar tekshiriluvchi urug'simon anemiyaga chalingan bo'lsa, gemoglobin S hoshiyasi ko'rinadi. Agar kasallik tashuvchisi bo'lsa, gemoglobin S va gemoglobin A hoshiyalari bir vaqtda ko'rinadi. Davolash. Agar odamda vazokklyuziv krizning yengil va o'rta belgilari yuzaga chiqsa, uyda chuqur nafas olish mashqlarini bajarish va suyuqlik ichishni ko'paytirib, gipoksiya, suvsizlanish, atsidoz kabi o'roqsimon hujayralar paydo bo'lish sabablarini bartaraf etish mumkin. Yoki havo haroratiga isitgich yoki sovutgichlar orqali ta'sir qilib, holatni kompensatsiyalash kerak. Bundan tashqari og'riqni boshqarish uchun og'iz orqali yuboriladigan nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar, masalan, ibuprofendan 10 mg taqsim kilogramm dozada yoki maksimal holda har 6 soatda 800 mg berish kerak. Yoki oral narkotiklardan kodein yoki oksikodein kabi moddalardan foydalanish mumkin. Agarda simptomlar davom etsa yoki og'irlashsa, bemor tez yordam bo'limiga olib kelinadi va uning kislorod bilan to'yinish darajasi, ya'ni saturatsiyasi 94% dan yuqori ushlab turiladi. Ko'p holda 10-15 ml taqsim kilogramm yoki maksimal 1 litrda fiziologik eritma vena ichiga yuboriladi. Yana vena ichiga opioidlardan 0,1 mg taqsim kilogramm morfin va meperidin beriladi. Isitish yoki sovutish uchun adyollardan foydalaniladi. Tez tibbiy yordam bo'limiga kelgan barcha bemorda vazokklyuziv krizni qo'zg'atuvchi omillardan infeksiyalar ham tekshiriladi. Agarda isitma kuzatilsa, differensial umumiy qon tahlili, ko'krak qafasi rentgenogrammasi, siydik va qon tahlili o'tkaziladi. Agar asosiy bakterial infeksiya yoki pnevmoniya taxmin qilinsa, keng spektrli antibiotiklar, masalan, vena ichiga beta-laktam turlaridan ceftriakson, cefotaksim, ampitsilin, makrolit, doksisiklin yuboriladi. Agar simptomlar 30 daqiqa ichida yaxshilansa, bemorga og'iz orqali og'riq qoldiruvchi dorilar berib, uyga yuboriladi. Kerak bo'lganda og'iz antibiotiklari, masalan, amoksitsilin, ya'ni klavulon kislotasi va unga qo'shimcha makrolit kabi og'iz orqali yuboriladigan beta-laktamlar beriladi. Ammo bemorda alomatlar saqlanib qolsa, bemor kasalxonaga yotqiziladi. U yerda bemor analgeziyasini boshqarish boshlanadi. Bunda bemorda og'riq boshlanganda morfin kabi analgetiklarning oldindan belgilangan dozalarini yuboruvchi nasos qo'llaniladi. Keling, profilaktika haqida gaplashamiz. Vazokklyuziv krizni oldini olish uchun gidratatsiya, ya'ni suv qabul qilishni ko'paytirish kerak. Gipoksiyaga olib keluvchi har qanday holatlar oldi olinadi. Bu xoh balandlikka chiqish bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin, baribir. Bemor o'ta sovuq va o'ta issiq haroratda qolishdan saqlanadi. Og'ir mashqlarni bajarish ham taqiqlanadi. Bu bilan atsidozga sabab bo'luvchi sut kislota hosil bo'lishining oldi olinadi. Yiliga 6 yoki undan ko'p marta kuzatiladigan vazokklyuziyada bemorda gidroksuriya qo'llaniladi. Gidroksuriya anormal gemoglobin S o'rniga gemoglobin F sintezini faollashtiradi. Shunda o'roqsimon hujayralar hosil bo'lishi kamayadi. O'roqsimon anemiya bilan og'rigan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga, katta yoshdagi og'ir pnevmokok infeksiyasi bo'lgan yoki funksional talog'i bo'lmagan bolalarga profilaktika uchun penitsilin berib turilishi kerak. Chunki bu turdagi bolalarning streptococcus pnevmoniya va neisseria meningitidis kabi kapsulalangan infeksiyalarga chalinish xavfi yuqori. Demak, qisqacha takror, o'roqsimon anemiya kasalligi intravaskulyar yoki ekstravaskulyar gemoliz bilan boradi. Intravaskulyar gemolizda qon tomir ichida parchalangan eritrotsitning mahsulotlari sariqlikka va o't pufagi toshlariga olib keladi. Anemiyani kompensatsiyalash maqsadida intramedulyar eritropoyez kuchayadi. Oqibatda suyaklarning yangi qismlari hosil bo'ladi. Ekstramedulyar eritropoyez hisobiga gepatomegaliya kelib chiqadi. Vazokklyuziyada jarayon o'roqsimon hujayralarning o'tkir krizi bilan kechsa, suyakning avaskulyar nekrozi, insult, o'tkir ko'krak sindromi, buyrak disfunksiyasi, priapizm, taloq sekvestratsiyasi kabi og'ir holatlarga olib keladi.
Surunkali holatlarda o'sish va rivojlanishning kechikishi, o'rganish va xulq-atvor bilan bog'liq muammolar, o'pka gipertenziyasi, surunkali buyrak kasalligi, autosplenektomiya kabi va boshqa kapsulali bakteriyalarga sezgirlik ortishi belgilari yuzaga keladi. O'roqsimon hujayralar kasalligiga tashxislar dastlab prenatal davrda skrining, bunda DNK testi o'tkaziladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqda gemoglobin S elektroforezidan foydalaniladi. Agar o'roqsimon hujayralar krizi kelib chiqsa, qon tahlili o'tkaziladi. Bunda normal MCV qiymati, retikulyotitlar miqdori ortganligi, laktat dehidrogenaza miqdori ortgani, gaptoglobin miqdori kamaygani, bilirubin ko'paygani aniqlanadi. Qon surtmasida o'roqsimon hujayralar va Hovel-Jolli tanachalar uchraydi. Davolash: o'tkir o'roqsimon hujayralar krizida vena ichiga suyuqliklar quyish, kislorod, opioidlar, antibiotiklar berish, qon almashtirish kerak. O'tkir holatlarni oldini olish uchun gidroksuriya, profilaktik maqsadda penitsilin va vaksinalardan foydalaniladi. E'tiboringiz, sarflagan vaqtingiz uchun rahmat.